Kechmi kirib qapti. Bugun hikoya boshlashdan burun ozroq bir gap qistirib qo'yay. Manga gap qildigan bolalar bek jiq bo'lganligi uchun, men bularga baldiroq qaytarish uchun, ham bular men gapimgacha bir gap qilayotmaguncha davomini deyolmayotganda gapini. Shuna mushlar baldiroq gap qaytarish uchun, shu do'yining osti tarafida seri qarvoshqalar bilish mumkin. Mal sotib olgan xaridorlarga tez suratda javob qaytarish uchun tayyor yozib bo'lgan xatlar bor. Men shu xatlarning mazmunini uyg'urcha o'zgartirib shu xatlarni qaytaratdim. Hozir ko'rib baqsanglar bo'ldi. Mana masalan bir to'rdosh menga yaxshimi deb gap qildi, yaxshi deb qaytarma. Burun yaxshimi deb qaytaratdim. Keyin quyashtiryapti dedi. Istab g'alati ta'sir berib qo'ymaydim. Keyin yaxshimi desam, boshqalar menga yaxshi deydi ekan. Mendan keyin hikoyasini demaydi ekan. Shunga yaxshi deb qo'ysam, hikoyasini boshlab o'tganda, anan keyin hikoyam batday deydi, bo'ladi deyman. Qanday deb birma deydi, xat yozing deyman. Deb bo'lgan rahmat deyman. Agar tanlab qolsam, hikoyani ayari deb shu fikrlashimiz. Bunda qilishimlik sabab, birdan bir sabab shu fikrning unumli bo'lishi, tez bo'lishi uchun shunday qilgan. Lekin buni ba'zi to'rdoshlar oddiy qisqa gap qilsam, hakavrga, kibrovaga, qo'pol tegidika deb shunday o'ylab qoldiki, amaliyotda undaq ish yo'q. Amaliyotda shu abay degandek tez bo'lsin deb shuni o'ylablam qilgan. Shuni bir to'g'ri tushungan bo'lsanglar, buni hamda nurg'un to'rdoshlar menga degan bo'ldi. Men yo'q yaladim degan bo'pti. Shunga shuni bir tushuntirib dedim. Onun yana birisiga mening har qanday to'pimga kirsa pul ilinmaydi. Lekin ba'zilarda shu dolardan to'pga kirsa pul oldiki, pul to'lamay kirsa tepitirga degandek gaplar bor. U endi yo'q gapda, u pul oldigan ish yo'q. 1950 tek odam bor hozir 4 topda. Hech qaysiga pul to'lab kiranglar degandek gapni qilib boqmagan. Shular guvoh bo'lsa bo'ladi. Tepitirgan ishga kelsak, faqat shu og'zini buzgan, yurtvozlik qilgan, sezgur gap qilgan to'rdashlarni ham tepaman. 2000 dek odam bo'lay debdi. Meni hozir tepkinim faqat 6 ya 7 odam. Nima uchun tepganlarimdan bilamiz esimda bor. Qalayimqa odam tepdigan ishim yo'q. Endi oxirsida qistirib qo'ydiganim har qanday noroziliklar, fikr takliflar, mandaqlar, andaq qoldingiz, mandaq qilib qolding deydigan gaplar bo'lib qolsa, amal bor meni izlab, ayrim uchiriz bilan baydilar mandaq deb menga degan bo'lsanglar, men yo'q yerda yana bir odamlarga uni desanglar, hech qanday ahamiyat bo'lmaydi. Bu xato tushunish cho'nglab qalayim qanchalik chiqib ketdi. Shuni deb qo'yay, buni keyin endi bundoq bilib qolsam, doim anglaydigan to'rdoshlar bildi. Ancha-muncha bir inglizcha tilab qo'ydigan qiloqlarim bor mening. Stop talking the shit motherfucker deb bir narsa deb qolsam, set turdi. Bo'ldi hamsa, bugungi hikoyalarimizni boshlab ketaylik. Bugungi birinchi hikoyamizni Atushdan bir to'rdishimiz deb turibdi. Bu ish mush to'rdishimizning dadisining boshiga kelganki. Mush 89-yillarning oxirgi bu dadisi bilan to'rdashning apis to'y qildi ekanda, to'y qilib, oradan yarim yil o'tgandan keyin yilning oxir to'y qilgan bo'lsa, yoz yo'rganda, yoz bo'lganda bu cho'nglar bu ishkisini og'irib qo'yayli deb o'zining uyiga 7-8 metr keldigan yerda bir oq yavaki shu yerni ilib uy salmoqchi bo'ldi ekanda. Hamda u davrlarda bunday birlariga topshirib berdilar, shu yo'qki, shu o'zlari lay etib, u laydan xishlarni quyib, shu xishlardan uy yasab, shunday qildigan chog'lar. Shu bir kuni bu dadisi ashad ishlaydi ekan, ishlab ishiltirgan shu xishlarning leyini kashta etib qo'yay. Ishga suv boshlab qo'ysam, to'plar yumshab, chalmalar erib, shunda payzib qoldi, oson bo'ldi deb. Shunda doirning ichiga to'plarni, chalmalarni akib to'kib, boshdan suv boshlab qo'ydi ekanda. Endi bu suv shunda oz ekan. Shuni toshpog'ich saqlab turay deb ashada o'tirib, muhurkisini yugaydi ekanda. Shu muhurki yugayotganda qorong tushadi deb qolgan vaqtga bir narsa yon tarafidan g'ipli qilib o'tib qoldi ekanda, kichikli bir narsa. Voy bu nima bo'ldi qoldi, xato ko'rdimmi deydi, mushukmi deb boqdi ekan. Ko'zim ko'rindimi deb yan muhurkisini yugab chekiverdi ekan. Shu bir vaqt bo'lganda o'tib ketgan tarafdan yanama tarafga g'ippi dashlab o'tib ketganda. Men birdim ko'rinibdi deb o'ylaydi ekan, shu bir choq suvni to'shidi ekan. Shu layitran o'sha tayoq qo'yiblam uyga ketir ekanda. Ketib kechda tushunmaydi ekan, erta saharda keldi ekan. Kelib layni itib, undan qilibloq silib bu xishlarni qo'yishga boshlaydi ekan. Andan keyin tushma bo'ladi ekan, tush tomoqni yeb, bir soat armini ilib, tushdan keyin shunda isib ketar ekanda, va bu kun ajab isib ketdi deb ishlayotgan vaqtida qara deganda qildi, qarasa ashiliq lay etadigan yanında endi mangan oyoq endi chiqqan bir bola lay o'ynayotgan ekanda. Sonra bunu qarab bir qo'shlarning bolasi deb o'ylaydi ekan, va dadam qini deb gap qilib ekan, gapsi u bol anglamagandek gapima yana o'ynaverdi ekan. Shuning bilan bu
kichik bola bo'lgandan keyin ishini qilaveraychi, tushda uxlamay chiqib olgan bola o'xshaydi deb shu ishini qilaverdi ekanda. So'ng bilan bu bola ertasi tushdi yana keldi ekan, o'ygin yana keldi ekan, tushdi keldi ekanda, o'sha o'ynaydi ekan. Bu odamning kari olmaydi ekan, bir vaqt bo'lgan u bola o'zi yo'qolib ketdi ekan, qachon chiqayotganini uqmaydi ekan, qo'shnilarning bolasiga deb o'taverdi ekan. U da 3 kun ashunda bo'lgandan keyin bir kuni tushda kun toza tikka tushganda zamin shunda isib ketar ekanda, bo'ldi orom olay deb bu odam tomoqni yeb o'ltirdi ekan. Shu o'ltirsa bu bola nereden paydo bo'ldi ekan, yiniq kelib qarab turdi ekanda. Ondan keyin bu odam tushda uxlasamamdi, issiqda bu yer nima ish qilsa, issiq o'tib qolsa, qanday qilsa desa, bu bola ig'iz ichibla, "Yo, men uxlamayman" deyotganda, kichik bolaning gapideklar. Bu kichkin turib o'jab gapi butunkina buni deb o'ylaydi ekan. Shuning bilan u bola ikkimiz chelishaylik deb turib oldi ekanda. Bu kichkin turib nima deydigansa, men bilan chelisha olamsan deb desa, sen meni bo'shchaqlab qo'yatamsan, men seni etaman deyotganda. Shuning bilan bu odam buni olib hayron qoldi ekanda, hamda ichida o'ylaydiki, bu kichkin turib o'jab po'lanimi atalaydi ekan, bu deb o'ylasa, shu o'ylig'iga javob qaytardi ekanda bu kichik bola. Men po'atmadim, men rostayotman, sen meni bo'shchaqlama deydi ekan. Yo bu nimda qilsa qandoq bola sen deb o'quvchilar Makka deblar, kichik bola bu odamni mo'risdan o'tkazib bilan tashlab ketib qoldi ekanda bu yoqqa. Shu bu odam dahshat bir qo'rqitdi ekan, bir kichik bola endi o'zini unda peqirtib tashlaversa, bu hamma odam qo'rqdimi? Bu man nima ko'rindi, nima bu deb bilqib oldim, qachay deb turishiga moyoqda uyning uzun qo'layotgan yerda dadasi ekan, shu yerda dadasi vaqirab qoldi ekanda, bola Makka deb. Shu ovoz chiqqandan keyin bu kichik bola yo'qolib ketdi ekan. Voy tova, nima ko'rdim men deb endi bunda odamga deb jumay deb demaydi ekan. Andan keyin boshqa ish bo'lmaydi ekan, bular davomli qishlarni qo'yib uzun qo'lab tayyor qilib olgandan keyin endi shu chog'larda qo'lim qo'shnilar yordamlashib soldi ekanda bu uyni. Shuni selishdan burun bular hamma qo'shnilarning uylariga kirib, aytmoqdaq uy soldiga ishvatdi, bir yordam qilmasang chaqirdi ekan. Bu bola shuni chaqirdi ekanda, qo'shnilarning uyiga kirib. Hammasini uylariga kirib chaqirib, uqtirib bo'lgandan keyin kech kirib ketdi ekan, bu o'zining uyiga ketib olsa, yana shu yo'lning bo'yidan bu bola g'iblik başı 1 yoshlik bola, ustida kiyimi yo'q, yugurib chiqib qoldi ekan. Endi oldin ketim tashlayotgandiki qo'rqdi-ku bu bolani ko'sa. Shu qanday qilishni uqmayman, qachay desa yana joyidan ko'zini shu jim o'ltirib oldi ekanda. O'ltirib olsa bu bola yiniga kelib, qulqini yiniga kelib, mendan qo'rqma sen. Ikkimiz do'sib qolaylik, men sen ziyonkashlik qilmayman, men seni qo'g'dayman deb ishtaq bir gaplarni qilib ketdi ekan. Bu odam ya ko'zini ichib qarayolmaydi ekan. Shu bir vaqt bo'lganda jimib qoldi ekan, qarasam yo'qda. Sonra yugurib uyga kelib oldi ekan. Shu kelib o kuni yetib qoldi ekan, aytsan ekan qo'shnilarimiz yordamlashimiz deb shu uyni soldiga bordi ekan. Bular endi 2 hafta, 3 hafta shu yerda uyni silib, ustlarini yepib, pechat qilib oldi ekanda. O'zlarini ancha-muncha ichini tozalab, ko'chib kirdi ekan bu uyga. Endi bu uy 3 egizlik qilib silingan uy ekan. O'ttirda bir qo'sh qanotli eshik bor ekan. Eshikdan kirganlar uduldan bir uy ekan, uning o'ng tarafida yana bir uy, sol tarafida yana bir uy. U uylarning eshiklari ayrim ekanda, ko'z oldingizga keldimi? Kirdi, bir uy, o'ng taraf bir uy, sol taraf bir uy. Bir eshikdan 3 uy kirgan bo'ldi-da. Sonra bu uyga ko'chib kirdi ekan, bu dadasim bu balama bir yerlarda ishlaydi ekan, hamda opasi shu uyda yolg'iz qoldi ekanda. Shu yolg'iz qilish jarayonida bu opasimda orom ib yotsa, shu qo'sh qanotli eshik g'inchiq ichildi ekan. Ichilib, onki o'ng tarafdagi uyning eshigi ichilib, onki bu ayol yotgan uyning eshigi ichilib, ammo hech nima yo'q. Ya'ni yepilib, birisi kirib chiqayotgandek bo'ldi ekan. Buni hamda yo'ldoshiga desa, voy, sanashtaq tuyulib ketganda, yo ish maymoq bo'lib qolganda bu deb o'tkazdi ekan bu ishni. Shu bu ayolga to'g'ri shunday ko'rindi ekanda, birisi kirib chiqayotgandek bo'ldi ekan, hamma eshiklar bir ichilib yepilib ketdi ekan. Bu ayol misol bu uydan qo'rqadigan bo'lib qoldi ekan. Shu oradan bir ikki oy o'tgandan keyin bu ayol shu opasining uyiga berib turib kelmoqchi bo'ldi ekanda. Shu ketdi ekan, ma to'rdashning dadasi bu odam aroq ichdi ekan odatda. Shu aroqni ichib uyga kelib yotay deb tursa, yiliq kichik bola, yiliq 1 yoshlik ishni ichib kirdi ekanda. Voy bu yana keldi deb qo'rqitdi ekan, qo'rqma deb kirdi ekan. Kirib ikkimiz chelishaylik deb turib oldi ekanda. Bu odamning o'yli aroq ichgan bo'lg'ashqa, ashada oldin qaytdim meni besayotgan, men maqitdim, basalamdim, shuni basamamdim degandek bir ideya paydo qildi ekanda. Chilsak chilishaylik deb. Shu chilishib bu bola yana bu odamni mo'risini o'tkazib, beldan tutib peqirtib, başında qilib necha qitim tashlaydi ekan. Yerib ketdi ekanda bu odam. Bo'ldi hamda chelishmayli, men yomon yerib ketdim desa, "Alang shu kan bu." Ha, kulib ketdi ekan bola. Kulib shuni bilan
Ben çelişmayman dese, sen birden aram ol, ben birden oynap turay dep. Bularning uyiga da tamga zadival tatgan kenda. Matam bilan atamning shu zadivalni mixlagan miqiga bu bola shu yerdan bir oyoqning bo'qichini chiqariblam, o'shaga chigib, o'shaning ustida o'tirib elanga tushgandek bunday o'ynaydi ekanda, kulib, tiliqib kuldi ekan kichik boldek. Unda qimmat ketib qolsa, miq ketib qoldi, yo'qmi bo'qich uzilib ketib qoldi. Ya, unda bo'lmaydi deb rasmiy o'ynab ishtir ekan bu. Sonra oynab bo'lgan keyin endi demek bo'ldingmi, yana chelishimizda ashtaq chelishib, yana birdan elanga o'ynab, tag'ini atqizib yedirganda, bo'ldi men endi ketaman deb ketadi ekan. Voy tova, men mushtoq bilan og'inib qoldimmi deb o'ylaydi ekanda bu odam. Shunda ardin yana azroq vaqt o'tadi ekan, bu odam bo'lsalam, yolg'iz qolsalam, ashunaq ko'rinib kirdi ekan bu. Chelishib o'ynaymiz deb turib oldi ekan. Ayoli bor vaqtda ko'rinmaydi ekan ayoliga. Ama ishlar ichilganlar bilindi ekan, o'zi ko'rinmaydi ekan. Shundan keyin bularning bir tuqqani qaytishib qoldi ekan. Endi bu ayol bilan bu dadisi bir nevri tuqqan ekanda, bularning tuqqanlari asosan o'rtaq ekan. Shu mushlarning uyida tuqqanlar qo'nadi ekan, qo'nib, cho'ngroq yoshga cho'ngroq bir odam bor ekan. Shu odam kechasi hojatga chiqaman deb chiqib berib, qo'sh qanotli ishni shunday ichib, birli qadam pog'il tushganda birdan putlashgandek bo'lib. O'sha bir soatda yetib qoldi ekan, keyin boshqalar boyqab şu uyg'asi, chiroyda qon yo'q, voy bu nim bo'lganmi deb yo gap qilolmagan, shamollarib qolgandek bo'lib qoldi ekan. Bir doktor izlayilib, doktorni tepib olib olsa, endi shu doktorning deyishicha bu odam shu hojatga chiqaman deb naq chiqishiga kichik bolaning uyi kirayotgan vaqt to'g'ri kelib qoldi-da. Ashundan putlashib yiqilgan ekan. Endi uning yiqib ketish maqsadi yo'q ekan. U uxmaydi ekan, bu odam uxmaydi ekan, putlashib ketib boshdan yiqilgan ekan. Şu qanday qilamiz, shu uyda shunday buvoq bor, işte bir bol bor. Ayolim ko'maydi, bundaq ishlarning ichib yepilganini anglaydi. Men ko'rmayman deb desa, u shunday sen bilan og'ini bo'lg'isi bor, sana hech qanday ziyon zahmat yetkazmaydigan bir og'in bor ekan. Agar ketkazib yetmayman desang, har qitim ishni ichib kirgan vaqtida sening makaning bu emas, sening makaning so'qir buloqning yendiki yantoq deb oshtaq deb Jundu çaşsanlar bunun keyin kelmas oldu deb shuni depirdi ekan doktor. Endi bu so'qir buloq degan mushlarning maylisning tuvan tarafida bir buloq bor ekan, shuni so'qir buloq deydi ekan. Shuni indamda yantoqlik bor ekanda. Shu doktorning deyishicha, oning makani eshat ekan. Bu shu aylanib yurish jarayonida bu bolaning shu qoq tushda yashadi, o'tog'ini ko'rib, mushlar bilan bir og'inib do'stlashqisi kelib qolgan ekan. Keyin shuning bilan bular qaytib kelgan keliq odamni o'ngishilib qoldi ekan. Bular endi ashta qilib boqayli deb ichilgandilar ayoli. Jundan azroq ashtirab chechib, sening makaning bu emas, sening makaning so'qir buloqdagi yantoqliq deb shu gaplarni qilgandan keyin boshdan ta'sir qilmaydi ekan. Ammo kunlashda qilavergandan keyin oradan bir hafta o'tgandan keyin jimaydi ekanda, ishlam ichilmas bo'ldi ekan. Yiliq odamgami bu buloq yolg'iz qolsa ko'rinmaydigan bo'ldi ekan. Mushu gaplarni bu odam qiziga deb bergan ekan. Shundaq işte birisi bilan tanishib qolgan, o'zi yaxshi, işte bir ishlar bo'lgan deb. Endi bu odam 41 yaşında qaytishib ketgan ekan. Mushu hikoyasi qopdi, mishat o'rtoqlashdik. Bu birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyami mush to'rdashning hikoyasi o'zining beshiga kelgan ishga bu 2004-yili 8 yosh vaqtlarga bu to'rdashning. Shu chaqda bulayliqi kona uylarini dadlari burun sağanliq 89-yilda uylarni chiqib yetib, o'rniga yangi uy sağan ekanda. Bu uyning qurilmasi ham da shu uyga o'xshab qoldi ekan, shu yig'izlikka. Ama ikki uyga bir eshikdan, yana bir uyga, yana bir eshikdan kirdiga ayrim ekanda. Shunda bir kuni kechda bular mayasda bolalar bilan bular bo'kmunchak deydi ekan. Mukishmakda, mukumiklar. Bo'kmunchak o'ynabdi, qo'g'lashmoq o'ynabdi. Shu kun qizargan vaqtda, kechqurun degan vaqtda bular yerib ketib, bolalar bilan uyning oldida bir yo'l bor ekan, shu yerda o'tiribdi-da. Hamda ashlarning orasida yoshga cho'ngroq bir akash bor ekan. Shu akash u yoq bu yoq qarab o'tib, "Ey, mishada og'ini bolalar bor" debdi-da bularga. Sonra bular "Voy, nima deydigansa bu qalayimqan gapima u bu" desa, men yan tarafda bundoq bir o'sgan bir ko'p bor ekanda, uzumga o'xshaydigan. Mush uzumda og'in bolalar bor deydi ekan. Shundan bilan bular "Voy, qalayimqan gapima, nima bundoq ish bor" deb ishonmay, qo'l kirkitay deb hammasi o'ylar kirkitirganda, bu tapagan to'rdashmi, nima deydigandi, qandoq gap bu deb ishonmagandek uy kirkitdi ekan. Shu kirib tomoqlarini yeb, kesh kirdiga, kechda yetib qoldi ekan, endi tushida yana shu uzumga o'xshaydigan shu cho'pni o'ynab qoldi ekanda.
Kelsa shu cho'pning keyindan bir narsa aytilib keldi ekanda, boshda kichik ash cho'pchilik bo'lib, keyin yo'g'inab cho'g'ing bo'liblan bu. Bu qizning geldan siqib tushirib o'tgan ishlari bu. Men seni tashlab yetaman deb o'gizlarga chiqib, o'gizdan pastga tashlab tushay deb qolganda tutib elib, tomlarning ustiga chiqib tashlab, gallarini siqib ashundoq bir qiynab ketar ekan. Bu qiz nafas ololmay, qiynalib bir vaqt silkib uyg'otib ekan. Shu kundan boshlab endi kundagidek qor bosadigan bo'lib qoldi ekan. Bu qor bosganda ashundoq doim shu cho'pni o'ynag'ili bordi ekan, bir yugurib chiqdi ekan. Voy men seni undaq qilma, tashiytma, bunday qilma deb açık osmonlarga chiqib tashlab, past tutib elib, ashunday qiynab o'yinli bo'ldi ekanda uningga. Shuning bilan bu qiz bora-bora mush kunduzi ashadan o'sim sur bosilgan bo'lib qoldi ekan. Sal kech qilib qolsa yendan ship bir mongandek ovoz anglanadigan bo'ldi ekan. Ondan keyin tushlariga kirib, iliq narsa men seni asli o'ltirayman deb o'ylashgan, lekin sening bir yomon eski tuqqaning bor, shuningdan qo'rqma. Shuni seni mushta bo'zaq qilib qo'ysam bo'ldi deb o'shtaq bir gaplarni qildi ekan. Bu ishlar davomlashib, keyin bular bir do'kon ochmoqchi bo'lib, boshqa yerga ko'chir ekanda. Shu yerga ko'chib ketgandan keyin, anandan keyin bu ishlar o'ngishib ketdi ekan. Endi bu bir ish bilan munosabatli ish ekan, lekin shu akashning shu degan bir gapi ta'sir qilib ketdimi yoki rost shu cho'pning orasida bir nima bormi? Buni bir nima deyilmaydi. Bir ishga yildek ashta qiynalgan ekan. Shunda oylar o'tib, yillar o'tib 2014-yilga kelganda bu qizning opasining bir singlisi bor ekan, shu singlisi yangi ekanda. Momisi qiyirib qolgan bo'lg'achqa bu opasi sen berib badanga qara deb shu cho'ng uyga avatib ekan. U cho'ng uyda akasim bor ekan. Shu bir kuni bu akasini bu qiz sen o'sha hadimizga qarab turib shu qo'yib qo'yib o'z teshida say qo'riydi ekanda choyxonada. Qo'rvasa bir joyda uy varan-churon bo'lib ketar ekan. Voy bu nima sho'g'anda kirib boqay deb yugurib uyga kirsa, akasim oyoq turgan ekan. Bu hadisi qo'liga yerim nonni evilib, buvoq bo'ldi qo'lidagi tishimi yo'q. Shu buvoq bolning og'ziga deb nonni tiqayotgan ekanda, ye, mushni ye deb. Shu bu qiz kirib, voy aka bu nima ish desa, akasi deb turdi ekan. Bu akasi qarab o'ltagan ekan bularga. Bu hadisi qo'lda buvoq bor, o'ltirib to's bolni yoniga qo'yib bilan qo'p jo'znayni qo'yib, butun nondan birini elib, o'tirdan ushtib, yerim nonni o'sha o'tirib yeyotdi ekanda. Voy deb bu nimda qo'sqin ichib ketdimi, tomoq pishay deb qoldi desa, gap qilmay yerim nonni yevatgandan keyin yani yerimdanni bolasini yigizma deb tiqib qolibdi. Maqız kirib qoldi ekan. Shuni darhollam qo'ldan nonni oldi ekan, akasi bolani oldi ekan. Shu ayol birdan jim o'tirayotgan ekan. O'shiq kelganda qoldi ekan. "Voy nima bo'ldi? Bolaga nima bo'ldi?" deb kitir ekan. Mushta qildimni so'ytuvama uxmaydi ekanman. Bu nima ish deb bular bir hayron qoldi ekan. Bu ish o'tib, yana ozroq vaqt o'tgandan keyin bular endi uyda mush qiz bilan hadisi yolg'iz qoldi ekan, shu tug'utliq ayol. Shu tomoq yetatdim bu bir kir sulatdi deb tursa, yana bir tuqqanning bir qizi bor ekan, shu qiz kirib qoldi ekan cho'ng uyga. Kirgandan keyin voy saqamga kirib o'tirib tug'namay deb, shu hadisni endi o'tag'iz qo'yib o'zi tomoq ichkitir ekanda. Ichkasa bir vaqtda g'apliqib bu kichik qiz o'yinga oldirdimi, yugurib chiqtir ekanda, yolg'iz qoldi ekan. Voy bu yolg'iz qoldi deb, toz say qo'rayotgan vaqt ekan, say ko'y ketmasin deb say nazara qo'rib elib, suyini quyayotgandan keyin endi kirib adamga qaray deb kirsa, bu hadisning chochpoch degan qalaymiqon, kiyimlar qalaymiqon, u yotgan yeri oyoqda, yotquni moyoqda, o'z moyoqda ishta qo'yib ketgan ekanda. Shu kirishiga bu hadis yig'lab ishtirga voy ada nima bo'ldi u bu deb so'rsa, birdan o'zini o'ngshib olgandan keyin, "O, kichik qiz chikatgandan keyin lam" deb birishchi. Bir seriq chashlab, qizil ko'ylak kiyib olgan bir ajoyib bir sat bir ayol kirdi ekanda bu uyga. Kirib, yejib turdi ekan, turib "Manga teshig'i chiqamiz" deb bu ayolning yeniga kelib, mush puttila tutib tortdi ekanda. "Voy bolam" desa, "Bolam bilan ko'ramisan, men bilan teshig'i chiqdi" deb tortib, u yoq ishtirib, bu yoqqa tortib, yotqan yostiqlarni itib degandek javob ishtirgan uyda. Ayndaq bo'layotganda ma qiz kirib qoldi ekanda, say qo'rayotganda bo'lgan ishga bu. Shuning bilan bu qiz kirib, eshikning oldiga kelganda, u seriq chashliq ayol yo'qolib ketdi ekan. Shuning bilan bu ishni ham cho'nglar ish ko'p ketgan ekan bu ish. Cho'nglar deydi ekanda, "Voy shundaq bo'lyapti" deb cho'nglar degandan keyin bir doktor odamni akildi. Akab tekshirib, musha atrofda mushtaq bir seriq chashliq bir ayol bor ekan, qizil kiyim kiygan. Bu ayol mushu tug'utliq ayolni bek yaxshi ko'rib qopti. Do'stulaman deb o'ylab, mushtaq men bilan ket, men bilan do'stul, nima degan chiroyli, nima degan qo'ng'ishalik. Sen mening do'stim bo'l deb mushtaq o'ylab qopti. Deb bir amallarni qilib, shu seriq chashliq ayolni yo'qtirgan. Anandan keyin bu tug'utliq ayol
Boshqa ish bo'lmay sog'lom bolasini cho'ng qilib oldi ekan. Endi oradan yana yillar o'tib, mushu deppagan qizmi cho'ng bo'ldi ekan 2022-yili. O'zining bolasini yengiydi ekanda. Yengib, endi o'chaqlaylik Moskva vaqtlar. Bolasi 26 kunlik bo'lganda qattiq bir og'riydi ekanda. Og'rib doktorxonaga endi mushu qiz bilan bolasi ikkisini ham oladi ekan. Shu bir kuni kunduz vaqt deydi u. Bolasi shunda yig'lab ketdi ekanda. Bolam nimdaq yig'laydiganda, nari og'riydiganda deb shunda xiyol qilib qanday qilsam bo'ladi deb g'am qilib yotsa, bu yolg'iz yotoq ekanda, boshqa karavotlarda odam yo'q. Mush karavotning ostidan 3 kichik buvoq o'milab chiqdi ekanda. Ko'p kunduzda. Ey tova, men kimning bolalaridir deb qo'rqqandek bo'ladi ekan. Yo'qlar o'milab chiqib, o'rnidan turib, sakrab-sakrab karavotning ustiga chiqib, boshlariga kelib, buvoqning yoniga kelib o'ynab ketdi ekanda bu buvoqlar. Voy tova deb o'zim yig'lab ketdi ekan, buvoqmi yig'lab ketdi ekan, bir chaqda bir sestra kirib qoldi ekan. Shu sestra eshikni oldiga kelishgida bu buvoqlar leksik sakrablam karavotdan tushib, ostiga kirib yo'qolib ketdi ekan. Shu bu sestra kelib, "Voy bolangiz nimdaq yig'laydi, o'zingiz bilan yig'lab nimdaq qilsiz?" bir bilan dedi ekan, desa voyman yotqinlar chatoqqa, beliniz chatoqqa. Yotamaydigan o'xshayman, ko'zim birnim ko'rinib ketib bordi. Siz yangi tug'ib qo'ygan bo'g'ash ko'rindi ashta ko'zingizga birnimlar. Men sizni boshqa yotoqqa yo'tkab qo'yay deb bir qirg'iz achasining yiniga akirib qo'ydi ekanda. U yotoqda acha yolg'iz ekan. Shundan voy mushtaq bo'lib ketdi deb voy yolg'i deb bersa, voy birni bildigan o'xshaydi ko'rib. Ammo bolangizning beshini sal miji yutib qopti, barmoqini bundoq sanji yutib qopti deydi ekan. Qarasa bu bolasining beshi rost degandek o'tirtirib kichik bolaning menisi qatmagan bo'ldi-ku, so'ng ayaklar yumshoq vaqti yo'q. Shunda ichga kirib qolgan ekanda, u ashni boyqab ham doktorlar deb bolani davolab o'ngishib oladi ekan. Keyin doktorxonadan chiqqan bo'ldi ekan, hozir bu bolasi shunda sog'lom cho'ngibdi, turib cho'chiydi deydi. Undan boshqa masala yo'q ekan, bolasi sog'lom cho'ng bo'lsin. Endi bu to'rdishimiz oxirisida deb qo'yibdi. Men shundaq o'zimning bir iqtidor bormi deyman qarag'im. Men shu haqlar biranim deysa men yo'q yeladi. Shuni bilib qolaman. Ishtaq ko'nglimda har qitim emas, lekin jiq vaqtlarda ko'nglim ishtaq bir tushgandek bo'lib qoldi, sezgandek bo'lib qolman. Mushta didinglarmi deb so'rasam, voy qanday bilding deb hayron qoldi. Ba'zida yo'ldishimning nayiga vaqtlarini tatib ishda to'yib qolma deb shunda turibdi. Bu amdilik 6-sezgi kuchlik deganga kiramdi. Mushundaq uzun bir hikoyani o'rtoqlashibdi-ki, sizlarga deb berdim. Bu qanchinchi hikoya bo'lib ketdi. Endi buning keyindan yana bir hikoya bor, qisqa hikoyadan birisi bor. Bu hikoyani deb bergan to'rdashimiz Aqsu Shinxodinga bu ish shu to'rdashning opasining beshiga kelgan ekanda. Opasining 4-yillikda o'qiyotgan vaqtlar ekan. Shu chaqda bularning bir hadisi bor ekan, shu hadisi to'y qilib bo'lganki, bu singlisini yo'ldish bir ketgan vaqtda bizning uyga berib, men yolg'iz qoldim deb ekib oldi ekanda. Shu bir kuni kech kirdiki, bular uxlab qoldi-ki, kechida bu to'rdashning opasining kichik tarat qilgisi keldi ekanda. Bundan chiqishdan qo'rqib, hadisini o'yga suvoy o'zing chiqay, ishni bo'lmaydi, jimjit bu qo'ralar deydigan ma'qul deb o'zi chiqib, kichik tarat qilib kirayotgan chog'da shu yo'l tarafga qarab qolganda, bu darvozadan bundoq ko'rindiki, oldidagi yo'l. Shu yo'ldan jarang qilib bir ot arvasi Xodik keldi ekanda. Kelib o'tib ketdi. Endi bunda diqqat qilib qarasa, buning oldiga yo ot chetilmaganki, oldida hech nima yo'q ekanda. Harvi o'zi shu jaranglab o'tib ketdi. Voy tova, men nima ko'rdim deb badallar tikalishib uy kirib jimini yetib oldi ekan. Oradan 1 soat o'tgandan keyin yana bir qitim teshig'i chiqib keldi ekanda. So'ng yana hadisni o'qitib keldi. Voy ada mushtaq aboy mushtaq bir narsa ko'rdim, so'y ashta qo'rqqan qo'sh ko'rindi, san ko'rinib qopti. Qo'rqma, chiqaver dedi ekan. Chiqmaydi desa yana amal yo'q, yana chiqdi ekan. Shu chiqib, yana ishini qilib, yana qaytayotgan vaqtda bu qitim hamdi. Velosiped ustida odam yo'q, velosiped u yoqqa, bu yoqqa menib o'tdi ekanda ilk yo'ldan. Voy to'g'ri bu chatoqmi bularning mayasi deb uy kirib oldi ekan, kirib elsin desa nima deydigansa deb eran qilmay yetib oldi ekan. Bu qizmi uxlab qoldi ekan. Shu ayat so'g'anda hadis o'rnidan turib o'yg'asi qo'pmaydi ekanda. Voy nima qildi bu qo'pmaydi deb qo'pa deb juda yotqanni qorib qarsa, bu to'rdashning opasining yuzi ishib, maymoq bo'lib ketaydi qilgan ekanda. Shunda bu nima bo'lganda oqshom ishda davat etib doktor odamdan birini chaqirdi-ki, shu doktor odam bu chiqib bu qiz hajatga chiqaqdi. U bir yerga kirmay, shu o'yildagi qalaymi qolib bir yerga bir taraf qo'yibdi-ki, shunga ochiq kelib shunda qo'rqitib qo'yibdi deb o'sha gapni deb bergan ekan. Mana bu oxirgi hikoya. 24 minut o'tib ketdi. Bo'ldi hamsa bugungi hikoyalarimiz shuncha bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.